Germaniyaning Premium Food Group korxonasi bilan shartnoma asosida, demak, qassobchilik sohasi bo'yicha 300 nafar fuqaroga buyurtmalarni qabul qildik. Men 2024-yil o'qishni bitirgan edim. O'shandan keyin ma'lum muddat o'z soham bo'yicha ishsiz yurdim. O'shandan keyin o'sha migratsiya kanal orqali ishlarga ko'zimni qilib tushdi. Shundan keyin kelib bu yerga o'sha topshirdim. Meni qilish olishdi. Bu yer o'qishga, nemis tilini o'rganish o'qishga 3 oy davomida bepul nemis kursini tashkil qilib berishdi. Bepul yotoqxona bilan ham ta'minlashdi. Mana hozir o'sha nimalar vizalarim yaqin kunlarda mana shu Germaniyaga uchib ketaman. Migratsiya xodimlariga rahmat, hech qanaqa rasxodlarsiz hammasi haqqoniy bo'ldi. Ve vizamni oldim. Endi sizga navbat Germaniyada ko'rishguncha.